Qarang, ro'za tutmaganmisiz? Tutganman. Tutganmisiz? Sizga bitta taklif beraman. Agar ro'zangizni hozir ochsangiz, suv beraman. Bitta taklif. Mana shu qo'limga telefon. Ushbu videoda sochi uzun qizimiz bitta iPhone telefonni evaziga o'zini ro'zasini ochib yubordi va ushbu holat yuzasidan mendan ko'pchilik so'rashyapti. Muzaffar, bu holat qonun bilan javobgarlikka sabab bo'ladimi deb. Yo'q, hurmatli vatandoshlar, kelingizlar tushuntirib beraman. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida belgilab o'tilgan vijdon erkinligi. Oddiy qilib aytganda, hamma xohlagan diniga e'tiqod qilishi mumkin. Diniy qarashlar majburan singdirilmaydi va bu harakatlar ertaga javobgarlikni keltirib chiqarishi mumkin. Endi bu yerda qizning harakatlariga to'xtaladigan bo'lsak, shaxs o'zini dini buyurgan amallarda yoki e'tiqodi buyurgan amallarda xohlasa bajarishi mumkin, xohlasa bajarmasligi mumkin. Huquq normalariga tayangan holatda men sizlarga ma'lumot beryapman. Bu diniy fatvo emas, men diniy ulamo emasman, men huquqshunosman. Huquq normalariga qaraydigan bo'lsak, qizni ushbu harakatlariga deylik javobgarlik belgilanmagan va diniy adovat qo'zg'atilyapti degan fikrlar bo'ladi. Diniy adovat qo'zg'atilinishi uchun tarkib bo'lishi kerak. Bu yerda hech qanaqa tarkib yo'q va tarkibda ushbu harakatlar bermaydi. Shaxs o'zini e'tiqoddan kelib chiqqan holatda e'tiqodi buyurgan amallarni bajarishi mumkin. Biz uni borib bajarishligidan qaytara olmaymiz. Agar qaytarsak javobgarlikka tortilamiz. Yokida ma'lum bir harakatlarni bajarishga majburlay olmaymiz. Majburlasak biz javobgarlikka tortilishimiz mumkin. Bu bola esa bu yerda unga faqat taklif beryapti. Taklifiga ko'ra qiz rozi bo'lyapti. Endi qaraydigan bo'lsak, demak, huquq normalariga qarasak, bu harakat uchun javobgarlik yo'q ekan, lekin axloq normalariga yoki odob axloq normalariga tayanadigan bo'lsak, yoki deylik misol uchun qaysidir bir e'tiqod nuqtai nazaridan kelib qaraydigan bo'lsak, ushbu harakatlar oqlanmasligi mumkin va ziddiyatli bahsli holatda yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. Endi qolgan masalasini, diniy fatvosini domlalarimiz beradi. Huquqiy tomonlama qaraydigan bo'lsak, qizning harakatlari uchun javobgarlik mavjud emas. Fikr va mulohazalar sizni o'zlaringizga qoladi.